Там у них дни рождения были. Hammaga salom, sizlar bilan Mashina va bugungi yangi rubrikamiz bu podkast. Da, podkastimizda esa qanaqa qilib bu qiz etiz bilan hayotda ko'rishdi. Ya'ni konsertiga borib keldi. Sizlar bor bo'lsa, da. Akasiga. Короче, bu qiz etiz bilan ko'rishdi. Mana rasmlari. Seriously. Mana rasmlari. Etiz bilan ko'rishdim. Etiz guruhi bilan. Tak, kelinglar shu haqida gaplashamiz. Esingizda bo'lsa, mana J-Hop konsertiga borganman Bangkokka. Bu qiz esa Etiz konsertiga bordi. Endi ko'ramiz, farqlimiz. Qanaqa seriously сравнение qilamiz, kimda qanaqa nima qiyinchilik bo'lgan. Chunki menga ham qiziq, qanaqa o'tdi, nima bo'ldi, вообще весь процесс. Balki men ko'proq pul to'lab qo'ygandirman sendan ko'ra. Или сомневаешься? To'g'risi, konsertga bilmadim qancha pul to'lagansan, mendan kammi, ko'pmi, lekin poyezdkani o'ziga men ko'p pul to'laganman sendan ko'ra. Это pullar shopping qilgandanmi, или Shopping qilgandan, chunki Bangkokga transit qilmasang bo'lmaydi. Bangkokga borasan, вот деньги olasan, chochasan, вот так. Mana qilamadim. Да. Не надо. Uni o'zi zo'rg'a olganman. Tak, hammani qiziqtiradigan savol bu kelinglar boshidan boshlaymiz. Qanaqa qilib bilet olish? Eng qiyin bilet olish. Bangkokka ketish muammosi yo'q. Просто bilet olib ketib boring. A вот konsertga bilet olish, da. Etiz konsertiga borgan. Ismi Durdona. Если что, shop kanali ham bor, просто qilsanglar bo'ladi. Ссылкасini qoldiramiz. Reklama ketdi, reklama. Всё, плати. Bir savolim, qanaqa qilib вообще dastas qilman? Anaqani ishlatdim. Ticket Major. Mana shundan foydalanganman. Sanda nima bo'lgan? Seriously, kirding, men ham qiynalganman. Например, non ichadiki, J-Hopda babsal onsora bo'ldi. Fakapli bo'lgani yo'q. Qanaqadir разумеет, xuddi Jackson 1 bilan. Jackson 1da вообще hamma bu qo'rga, hamma biletlarni qaytarib olgan, nimadir qilib o'sha shumik bo'lib ketgan. Qiyin bo'ldimi? Balki etiz osondir BTSdan ko'ra. To'g'risini aytsam, BTSniki menga anaqa bo'yicha oson bo'ldi. Agar sen sistemani o'zi tushunsang. Chunki mana полный mana anons bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu datada senga bilet olishga datasi beriladi, mana shu biletni. И o'qib chiqishing kerak, просто. Nima qilishing kerak? Bu qanaqa qilib bilet olishni o'qib chiqishing kerak. Конечно. Bu sayt bizda Ticket Melon. Melon. Da. Ticket Major emas. Major emas, Melon. Nimaga Major emas? Chunki ularning har xil sayti bor ekanda. Bizda imенно Ticket Melondan olishga nima qilishgan. Shu saytdan olinadi deyilgan. Keyin men просто anons bo'lgandan keyin, qaysi saytdan olishimiz kerakligidan keyin просто bu saytga kirdim, vohlikdan, registratsiyadan o'tdim, hamma narsasini ko'rib chiqdim, qanaqa olinadi. проверить qildim, viza o'tadimi yo'qmi? Просто o'zimni viza kartamdan olish uchun viza karta o'tadimi yo'qmi? Вот shu narsa hamma har doim ogohlantirib kelgan. Birinchi tekshirish kerak. Вот любой konsertda eng arzon konsertni sotib olib, men не знаю как-то, lekin Melonda bu чисто etiz konserti. Faqat etizniki emas, boshqa konsertlar ham bor edi. Qanaqa konsertlar? O'zini местный konsertlari. U ham xuddi Majorga o'xshar ekan. Majorga o'xshaydi. Tailand o'ziniki, bu ham. Tailand sayti, u ham, ular ham har xil bilet olsang bo'ladi. Kinolarga bilet olsang bo'ladi. Qanaqadir konsertlarga. Xuddi bizning saytimiz bor-ku, tam afisha или как его? Anaqa Ticket.uz. Ticket.uz menimcha. iTicket. Olmayman, ko'rdingmi? O'zimizda bilet. Я не знаю, bilmayman даже. Menga hech qanday bilet olsam, menga tekinishadi qilmas. Chunki men bilmayman. Вот видишь? Keyin просто o'shanga o'xshagan narsa, u sayt ham kirasan, men tekshirib ko'rish uchun просто qaysidir konsertni biletini oldim. То есть sotib olmadim. Oldim, belgiladim, hamma danlalarni yozib, qanaqa yozishni ham ko'rdim. Oxirida o'tib, oxirgi sayti bor, o'sha оплата bo'ladigan saytiga o'tib, viza bormi yo'qmi shuni ko'rish uchun. Qarasam viza bor. Bu endi bir xil payt bo'ladi, что это как русская рулетка bo'ladi-yu, anaqa viza o'tmay ham qolishi mumkin. Shu narsasi ham bor. Shu narsasi ham bor, lekin juda qo'rqib anaqa qilasan, anaqasi. No, повезло, что unaqa bo'lmadi o'sha kuni. Anaqa konsert kuni unaqa bo'lmadi. Lekin olishga matsam bo'ladi. Tezlik kerak bu narsaga olishga. Конечно. Men VIP Fantasy oldim. VIP bilet. VIP Fantasy. VIP bilet topdim. Soundcheckga kirdim. Soundcheckga kirdim.
Yo'q, просто u yoqda VIP 18 degan bilet ham bor. Bu VIP Fantasy'dan bitta tepada bo'ladi. U nima farqi nima? Farqi nimada? Ular bizdan birinchi kiradi. Ularda send off degan anaqa bor. Privilegiyasi bor ularning. Masalan, bizdan birinchi oldin arenaga kiradi ular. Biz orqasidan Fantasy kiramiz. No, biz ham turamiz o'sha yerda anaqada turamiz, lekin ularning orqasidan kiramiz. Keyin ularning yana nimasi bor? Konsert tugagandan keyin stroy bo'lib turishadi, bitta liniyaga etis keladi. Etis kelgan payti ularning kartasi hammasiga qo'l qo'yib chiqishadi, hammaligi. Gaplashsa bo'ladi ular bilan. Ular tez-tez o'tib ketadi. Kim gapirsa gapirdi. Men bilmaganman. Ikkalasiga ham soundcheck bor bizda. Soundcheck ikkalasi ham kiradi. U ham bu ham kiradi. Endi o'tda anaqa, bilmayman, jihobda shunaqa hammada har xil qoidasi bo'ladi, to'g'risi. Agar narxiga kelsa-chi, necha pulga olding? Bir kunga bording? Bir kunga ham bir kun bo'ldi. Kelib bir kunga borasan. Ikkita bilet olsang, necha kun bo'ldi o'zi? Bir kun bo'ldi-da. 2 kun borgan bo'lardim. 2 kun bo'lgandi. Bir kun bo'ldi, namchi kam? Bizda o'zi bir kun bo'ladi. Hamma davlatlarda ham ular bitta shaharda bir kun beradi. Masalan, Yevropa bo'yicha tur deydigan bo'lsak, qaysidir shaharida bir kun beradi. Bu shaharda bir kun bo'lgan. Yo'q, BTSda уже 3 kun, Bangkokda. Kimdirda 2 kun. ITS 2 kun bermagan. Ular bir kun beradi har doim. Даже Koreyada ham bir kun beradi. Yo'q, ha. Bizda нету такого, что первый день концерта. Xo'p, necha pulga olding? $250 bo'ldi. Normal. VIP bilet $250. Ko'pchilik o'zi aytayotdi, bilet 3000 turadi, 2000 turadi. Yo'q. Yevropada eng qimmat bilet 1200 turgan. U natsenka qo'yiladi. Qolgan biletlarni natsenkasini berib, ofitsialniy bo'ladi-da, уже qolib ketgan biletlarga 2000-3000 yana nimaga u biletning narxi oshib ketishi mumkin? Bitta narsa uchun, masalan, $250 biletni tam $1000 ga olganlar bor. Nimaga? Chunki ular o'zi ololmaydi-ku. O'zi ololmay, olib beradiganlarga anaqa qilishgan. Keyin 18 VIP nimaga biz ololmadik? VIP 18 ni ololmaganimiz sababi bilasan, что hozir botlar chiqib ketgan. Bot kitayцы сидят, вот так mana qilib hamma biletini olib qo'yadi. Shuning uchun уже biz saytga kirganimizda, hatto mana shu saytga rovna payti biz ochirda turganmiz. Ochirda qo'yib yuborgandan keyin kirganmiz, sразу shunda ham kirganimizda o'sha 18 VIP yo'q edi. Bitta ham bilet qolmagan edi. Bu hamma botlanadi. Chunki odamlar olmaydi, bot oladi bu biletlarni. Shuning uchun ham biz ololmaganmiz. Menimcha, agar odamlar o'zi olganda bo'lishi shansi bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Bu o'zi bizga neznakomый narsa emas. Bo'ladigan narsa. Har doim uchratib turamiz, ko'rganmiz, bilamiz. Ayniqsa xitoyliklar bilan. O'zicha hamyonda har xil. Koreyada misol uchun bilet olish как-то qiyin, как-то он сорок тоже. O'tda qiyinligi to, что bitta устройствоdan kirasizlar, bitta bir marta qilib, bitta odam olaylik, bitta telefondan misol deylik, boshqa odam kira olmaydi kabinetiga, uni bloklab tashlab yuborasizlar. Но при этом botlar bo'lmaydi. Bemalol kirib o'zinglar olishingiz mumkin. Bot sizda. Bot esa xohlagan nechta kompyuter bo'ladi, xuddi 5 ta, 10 ta, 10 ta bo'lsa ham ustroyствоdan kiringlar bitta akkauntga. No, ketida albatta botlar bo'ladi, albatta xitoyliklar bo'ladi, которые hammasini qiradi. Faqatdan shu narsa bor. Men o'z to'g'risini aytaman, опять-таки, men bilet olganim erim olib bergan. Потому что айтишникlar tez-tez qilganida ikkita biletni ham ulab bergan. Biz ikkalamiz o'rtog'imlar o'tirib, bittasi Koreyada, bittasi O'zbekistonda, ikkalamiz qo'dirmidan. No, biz ham olardik, думаю, ular tezroq bo'lganlar. Shunga tezlik muhim. Tezlik muhim. Internet tezligi muhim. Da, bularda $250 bunda. $250 bitta kuni bo'lgan. Именно VIP bilet. Menda esa где-то VIP emas. A1da turganimda $190 bo'lgan, esimda yo'q. Boshqa eng chetda o'tiradigan joyda, eng chetda, birinchi qator где-то $208 bo'lgan. Lekin VIP bilet ham примерно shu $250 turgan. 300 ga bormagan, aniq 300 ga bormagan. Shunga biletlar haqiqatan o'zinglar ola olsanglar, bu mif emas. Men sizga to'g'risini aytaman, misol uchun BTS konsertiga o'tdi-yu. Mana Bangkokka baribir odamga to'lab qo'yganman. $1000 emas, xudoga shukr, no хотя бы $600 odamga to'laganim bor. To'lagansi bor. Ularga to'lab qo'ydim. Так что если что, bitta kunini olib berishadi, VIP olib berishsaga, xudo xohlasa, qolgan 2 kunini o'zim olaman. Keyingi savol, hop, bilet oldik deylik. Hammasi joyida, qo'limizda bilet.
necha oy oldin, menda misol uchun 2 oy oldin rastalashib boshlagan. Sanda necha oydan oldin boshlangan? Вот misol uchun ketishdan 2 oy oldinmi? 2 oy oldin. Bir xil ekan. Hozir bizda sravnение ketyapti. bo'lsa, yanvar boshida bo'ldimi yanvari? Yanvar, fevral, mart. Yanvar oxirida bo'ldimi? Короче, fevral, mart vaqtim bor edi. Okey, plus minus bir xil. Keyingi savol, aviabiletga keldik. Aviabilet turaga siz borgandirsan balki yoki o'zing sotadigandirsan yoki borib anita, не знаю, bookingdanmi? Bab odamlarga qiziq, qanaqa qilib yashab kelish mumkin inish kunga и shuni orasida qancha ketdi, otelga qancha ketdi, samolyotga qancha ketdi, ovqat yeb ichishga qancha ketdi. Men ham orada o'zimga ham aytib o'taman. Чтобы давай rubrikamiz сравнение bo'ladi. Shunaqa deylik, это qiziqroq. Да, ikkita konsert, BTS bilan ATZ konsert сравненияsi. Хорошо, давай ты первый отвечаешь. Birinchi bo'lib aviabilet necha pul ketdi? Чисто aviabilet o'zini. Aviabilet o'zini aytolmayman, chunki tam tur bilan ketganman. Tur bilan ketgan, da, tur bilan. Shuning uchun ular aviabilet, otel, transfer otelgacha, keyin oteldan aeroportgacha borib qo'ygan transfer hammasi birga bo'lib. И завтрак. И завтрак. Ну да, в отеле завтраки тоже. Завтрак bilan hammasi $740 bo'lgan. Lekin bu шикарно. $740 men aviabilet oldim. Чисто bo'ldi. Plus yana $300-400 $300 6 kunga otelda bo'ldik. Qanaqa men 4 yulduzli bo'lgan, sanachi? Menda ham 4 yulduzli. Ну, otel bo'lgan, o'tda men xonadoshim bo'lgan, 150 qilib to'ladik. Men endi bitta o'zim ketganim uchun topa olmadim. Umuman men telefon qildim rasta bo'lmasam, to'lagan sizlarga o'tda $1,500 gapirishib вообще men voy dedim. Unda boshqadim. Men qilib o'zim bron qilib o'zim ketaman. Hech menga anaqasini berarsan, kontaktlari. Bu senga individualniy tur qilib berishganmi yoki kimdir bilan birga ketdingmi? Bizga 2 kishilik Просто индивидуально qilib berishgan. Индивидуально. Просто meni еще индивидуальный anaqa transfer ham olib ketgan. Kimlardir kutib olib ketishmagan. Вообще zo'r. Хорошо, lekin menda ancha-muncha pul ketgan. Menda где-то shu lekin itu завтрака bo'lmagan menda. Завтракsiz bo'lgan menda. Shu 150 o'zim olsam $150 plus $700 $8,400,000 bo'lyapti. Kurs bo'yicha $8,400,000 da. Plus minus 10 million ketgandir. 9 11 million ketgan. Plus minus. Men ketganda, короче, $1000 ketkizgan, 700 ketkizganman, $1000 ketkizganman чисто yashashga. Yana itu 6 kunga men yana doplata qilganman, bir kun voqlik kelib qolganmanmi? Elida o'zimda ham 7 million чем-то bo'lish kerak edi. Bitta qiz rus qiz bilan turganim uchun otelda mana qilish kerak edi. Tipo, voqlar kelishdi. U ham lekin qovun solib 9-da kelgan. Men 7-da kelib qoldimmi? U 9-da kelgan. Anaqa nimadir bo'lib, ataka bo'lib, tam Pokistondan ushbu o'tdi o'sha payt. Ularning reysini отменить qilib kelib qolish. O'zim ham bo'lsam, menda ham reys bor edi 9-da прямой reys, arzonroq reys. No, men uni подвести qilmay, men nomiga ochilganda anaqa. Короче, orada meni allab ketishdi ham, nimadirlar bo'ldi. Xullas, слишком долгая история, слишком nervlar ko'p ketgan va men shunaqa yig'lab o'tirganman kapet. Tasavvur qil, 2 oy ichida $2,000 qanaqadir topish kerak. Ama oyligim 2 million. Cho'rsam, men bitta borib flyerlar tarqatganman. Adamlar kuniga 300 ming olib. Вообще bo'lgan yaxshi, lekin ota-onam o'tdan qarash turishganda, keyin qattiq chiqib kelgan pul xudo shunaqa qilganki yetkazganda. Серьезно yetkazgan. Keyin shu Sharja orqali ketganman deyman, o'shanga qimmatga tushib qolganman. Nima orqali? Sharja. Через перелет kelganman. Shu payt yana vыбор bor edi, Indiya orqali ketish yaxshi, Indiyadan ketmayman. Vaynaga tushib qolardim borib. Hamma narsa atmayotgan, voy xudo, o'zi xudo saqlabdi dedim. Xullas, da yaxshi oson ketibsan. Yo'q, meniki oson bo'ldi. Men hech kimga aytish olmadim bu narsani, lekin borganimda hamma narsa удачный bo'ldi. Даже borganimda samolyotim yarim soatmi, 1 soat, yarim soatga vaqtli bordik biz. Yetib bordik. Chiqqanimdan уже men bu yoqda еще anaqa есим oldim. Вот nega есим olasan? Undan ko'rsana qolgani yaxshi-ku, где ты потратишь 100 ming. 150 mingga oldim men ham есим. Ну там Bangkok o'zida 100 mingga. Ну вот, menga ham 50 gigabaytni berishdi-da. Happytel. Menda bezilmaydi edi, no aldashdi borib. Men oxirgi kun 9-kunga kelganda tugab qolgan. Aeroportga yetib kelishim bilan o'sha anaqam tugaganda. Yo'q, lekin men gigabaytlar mayli yurganman. Men necha kun qolding? 7 kun. Menda 9 kun bo'lgan.
okey, endi yeb ichishlaringga qaraylik. Anaqalar melichlarni hisoblamaymiz, melichlarni отдельно hisoblaymiz. Pop-up bormidi? Pop-up Maytizniki bor edi. Maytiz ularning igrushkasi bor-da. O'shani pop-up bor edi, o'shanga borganman. Da, ularni pop-up отдельно hisoblaymiz. Yeb ichishingga qancha ketdi deb sanagandirsan? Lekin to'g'risi sanab ko'rmadim. Ularda Bangkok odamlari juda ham bедный. Bedi, mehribon deysanmi? Yo'q, bедный, puli kam. Puli kam. Puli yo'q, можно сказать. Ularni shuning uchun nimasi qimmat ularni qimmat ham deya olmayman, chunki bizning Toshkentda ham xuddi shunaqa narxlar Grab degan приложениесі bor, taksi. Bolt ishlatmadingmi? Bolt men ishlatmadim, chunki Bolt ham narxi shunaqa ekan. Grabdami? Grabda. Bir xil. Bolt ruschada edi eslacha. Rus tilida edi Bolt. Men установить qilmadim bu narsani. Chunki menga aytishdi, Grab установить qil, это более anaqa deyishdi. Chunki men borganimda u turskiy agentlarni o'zi предлагали. Keyin men Grab qilganimda, ularning narxi xuddi bizda Toshkent Yandex bor. Xuddi shunaqa narx. Da, lekin bo'lmasa. Qimmat. O'zi men Toshkent Yandexni nazorat qilaman, qimmat deb. Men ham deylik, to'g'risi. U yerga borib Grab, boshqa chet davlatida yurish uchun men o'ylashim bo'yicha men bundan ham ko'proq ketqizaman deb o'ylagandim, lekin yo'q. Boshqa joylarga, masalan, men turgan otelim Twin Towersda turganman. U anaqa Siam centerga yaqin edi. Prям zo'r joyda. Yurib borsam bo'lar edi. 10 minut, 15 minutda yurib borsam. Uzoqroq bo'lganman. Siamdan uzoqroq bo'lgan, ancha uzoq. Siam yonida pashta turganman, borib ko'rardim. O'shan Siamga peshkom borib kelganman ko'p joylarga, lekin uzoq joylarga ketganda Grabda baribir borganmiz. Keyin ularni xalqi puli kam. Shuning uchun produktlari, narsalari juda ham arzon. Da, lekin arzon. Вообще arzon. Chunki men 7-Eleven one love. Lekin 7-Eleven bittasi bor. Menga aytishdi, что karta bilan 10 so'roq deb. Hamma pulim kartada. Ya'ni birinchi kuni yana kartam yo'q, qochib yurganman. Aeroportga ham kech qolishga sal yurganman. Sal qolganda уже qolib ketardim. Anaqami xato chiqib ketgan, QR kodli bor-ku. Sanam qildingmi? QR kodlichi. To'ldirish kerak-ku. Menga to'ldirib berishdi uni. Endi men izlamaga Turagenston orqali ketmam, Turagenston orqali ketaman deb o'ylagandim. Meni qopqonga tushirib aldab ketishgan edi. Kimga ishonib? O'zimga ishonaman ekan, o'zim qilib o'tirganman hamma narsani. Yana adashib yashil pasportimni qilib qo'yganman. Kelsam, bu boshqa pasport-ku deydi. Я такая, "Чё deyman? Пока to'ldirib boshqatdan qo'yib, o'sha kunni o'zida 4 kun, 3 kun oldin qilish kerak-ku. Va shu kunni o'zida ketishimdan oldin to'ldirib, пока to'ldirgunimcha уже hamma kirib ketib bo'ldi-da, samolyotda anaqasiga-da. Bitta men qolib ketdim. Men keyin ular ham уже kassa yopilyapti-da. Voy dedim, tez qilib bilaman. Yaxshi, rahmat. Baba o'zbeklar boshqacha ekan. O'zbeklar kutdi. Anaqa qilib qarash hozir kelgan shundoq bordim, yugurdim, antam keyin Bangkok qattasiga yugurdim. Yugurdim. Bangkok emas edi, Sharjada. Keyin yugurdim-da. Yo'q, baribir ham o'chirda kutib anaqa qildim. Bordi vaqt ozgincha, sho'ja kassa yopiladi. Тревожность borda. Тревожность emas, gap kassa yopiladi. O'sha qabul qilgandan keyin bo'ldi-ku, qilmaydi-ku boshqa. O'shanga har doim aeroportga как minimum 4 soat oldin kelinglar. Har doim. Men 3 soat oldin Undan oldin znash, mencha вообще negadirchi, не то bo'lganda. Biz ham ketayotganimizda mototsiklni kechqurun 2 dammi, yo'lga olib 3 dammi, yo'lga tushdik-da. Mototsiklni bir balo qilib, mashinamiz nimadir bo'lib qoldi, nimadir paqalab qoldi, nimadir paqalashdimi, mototsikl nimadir bo'ldi-da, esimda yo'q. O'shani уже qo'ynim joyida emas edi o'zi o'sha paytda. Shunaqa ketkim kelmayapti o'zi bor. Bitta o'zim, chunki bitta o'zim ketolmanda. Kimdir bilan emas-da, bitta o'zim ketib shunaqa qo'rquvdim bor. Hammasi против меня ketyapti-da. Lekin u yoqqa borgandan keyin hammasi o'zini joyiga tushib, sal tinchlanib olib, keyin yorulganman. Lekin shunaqa stress oldim, to'g'risi. Men aldashganga qaramasdan, voy. Yaxshi bloger ekanman, shunga pulimni qaytarib berishdi. Qanchalik bo'lish $215 edi. No, bir xil bor, который вообще не смогли улететь, там ming to'lab ketishgan. Men keyin уже men video bo'lganman YouTube'ga, anaqa bo'lganman-da, anti reklama qilaman deb turganman. Shundan keyin qaytarib berishdi. Ito qiluvdim boshida. Keyin esimdan chiqib bir oy yurib ishlagunimcha, keyin bir oydan keyin rolik oldim-da. Shundan keyin ular ham tinchlanib bo'lishdimi, ular ham не нужнami, hozir yana xilapot pulimni qaytarib berishdi oxir. Так что bloger bo'linglar.
hamma joyda qaytarishadi pullarni, qo'rqishadi. Hozir chunki blogerlarga qo'ndi. hozir chunki internetda hamma narsa, masalan, nimadir video ko'rib qolsang ham, o'shani o'z ko'zing bilan ko'rmagansan, bloger qanaqa prepotnistiy qilsa o'sha narsani, sen o'shanga ishonasan baribir. Internetda ko'zing bilan ko'rasan, videoga ishonasan hozir. Hamma internetda o'tiribdi. Shunaqa. Shangida. Shuning uchun o'ynashmaylar blogerlar bilan. Da, ishni bilib qo'yinglar. Da, okey. Keyingi savol, bizlar bilmaysanmi? Nechta pul spin? Да, но слишком arzon ketganda. Chunki завтрак бесплатный. Так. И обед ko'chadan qilsang ham, masalan, Uncha ko'p emas. uncha ko'p emas. Restoranlarga kirsam ham uncha to'laganim yo'q. Prям O'zi pul berayotganimda, hammasi. pul berayotganimda ko'rardim-da, batku, batda internetda ko'rardim. So'mga qancha bo'layotganini. Men bilsam, olsan yerdim. 100 bat bo'lsa 2 bo'lardim, 50 ming bo'lar. 50 bo'larmidi? Yo'q. 100 bat arzonroq. Yo'q, endi hozir 100 bat 40 chamda chiqadi. Aytmoqchimanki, 2 ga bo'lardim-da, 50 bo'larmidi? 1000 qo'shardim, 50 ming taxminan bo'lardi. Keyin ozgincha minus qilardim, уже Mana. 36 ming. 100 bat bu 36 mingda. Endi примерно так plus-minus считала-da. 2 bo'lardim, keyin sal ozgincha отнимать qilardim. Примерно shu narx chiqardi-da. Da, 70 mana shunaqa 37 ming 40 ming deb hisoblardim. Shuni. Masha arzon ekan. Vasha arzon. Ularga Taylarga 100 bat o'zi mamlaqa. Ular chunki bizada hozir bu joyga tanga bersang, do qilishadi. Tanga beryapti deyshadi. Bizada O'zbekistonda tanga olishmaydi, tangani yaxshi ko'rishmaydi. Ularda masalan 1 bat bo'lsa ham, agar 1 batli tangam bo'lsa, men anaqacham bor edi. Qishloqcha olgandim. Ichiga monetka yig'ish uchun. Mana Monetkani bittalasana 5, 10, 10, mamlaqa 5 qilib bir qilib sanab berardim. Birinchi kun uyaldim, lekin bular monetka bersa g'alati emasmi deb o'ylasam, akasi ularni o'zi shu monetka olar ekan, monetka berib, bularga normalniy narsa ekan. Bu narsa keyin da, lekin arzon, produkti arzon. 7-Eleven'ga kirib, agar viza bilan sotib olsak, 200 batdan kam narsa olish mumkin emas. Da. 200 bat bu 70 ming so'm. Da, 70 ming plus minus. 70-75 ming so'm. Da, o'sha paytga kelaylik. O'sha orqaga qaytaylik-da. Men ham o'ylaganimda, to что kartaga hamma pulim kartadan. Menga naqd kerak уже, keyin naqd voy puling. Nega naqd olmadim deyman-da. Keyin kartadan olganim uchun har safar 7-Eleven'da 200 batdanmidi? Nima olaman hozir deyman-da. Keyin oxiri pop-upga borganda kimdirga срочно, pop-upda sanda ham unaqamidi? Chista kartadan olishadi. Pop-upda. Yo'q, cash ham bersa bo'ladi. Men pop-upda BTS'dagi cash yo'q edi. Chista karta. Keyin menda bitta qiz 3000 batga nimadir oldi-da. Yo'q. 3 million batgamidi? 3000 скорее всего. 3000 nech bo'ladi? 3000, hozir aytaman, 300, 900 ming, shunaqa bo'lishi kerak. Da. Bitta million qancha ham bo'ladi mana. Ну вот, shu gazetda 3000 manimcha-da. Nimadir olish kerak edi. Keyin kim hamma bir-biridan so'rab yurganda. Men kiyib senga beraman, menga naqd ber deganman. Chunki unaqa ko'p narsa men o'zi lekin pop-upda chistani merchli konsertlardan hisoblaganda 3 millioncha ketkazganman plus-minus. Yana bitta uzunni xato qilib olganman men. Tsebochkada bo'ylab uzunniki eng kichkina razmerini olganman. Mayli o'zim qo'limga qisqasi ham mayli. Deganman, sen pop-updan ishga ketkazgansan. Break that wall. Mana lastigini oling, to'xta. Mana qolmang sanani. That. Вот mana menda ham bor. Mana xotiramiz. Sanki yechib ketdi. Qaramanglar. Sharmanda. Men bu o'zi sim ketgan. Konsertda sindirganman. Men ham qo'limdan tushib ketdi konsertda. No, sinmadi, xudo. Yo'q, men konsertdan oldim yana. Men o'zimga bitta o'yinchoq olganman. Bitta o'yinchoq olganman o'sha yerda. Lekin o'sha o'yinchoqimni Tailandda o'zida yo'qotib qo'yganman. Hammasi yaxshimidi? Hammasi yaxshi bo'ldimi? Beru. Mana shu narsa Tailandda o'zida shunaqa ish bo'ldi. Что boshqa olmading? Borsam sold уже. Ну там же sold нет, ты sold bo'lib ketadi. Sumkamga kelib qo'ygan edim, likillab. Kimdir o'g'irlab ketgan. Yo'q, o'g'irlab ketmagan. У yoqda o'g'irlashmaydi san narsang, kстати. Да? Знаешь это? Ну, Что посмотри, люди menga kim честные. o'g'irlamagan. Да, люди Lekin честные. menga xalqi yoqqan, kстати. Menga Tailand shunaqa yuragimga tushdiki,
bilmayman, menga даже Koreyani shunchalik eslamayman-da. Koreyaga borib kelganman, shunchalik esimga tushmaydi. Koreya, хотя 3 недели там было. O'tgan konsertga borib kelganman-da, но Bangkok bilmayman, har doim nostalgiya bo'ladi-da. Men hozir ko'raman, постоянно Bangkok eslayman negadirchi, maza qilib kelganim. Bilmayman, может, хотя столько проблем было, но я не знаю. Savadika. Savadika. Kirib borishing bilan libo joyga. Ularda hurmat katta. Hurmat katta. Servis odam, masalan, men o'yladim ko'p narsani переосмыслить qilasan o'san hayotda. Men Turkiyaga ham borganman, Moskvaga ham borganman. U yerdagi narsalar bilan Tailanddagi narsani solishtirmoqchi bo'ldim. Keyin men o'yladimki, что Tailandda odamlarni ko'proq yaxshi ko'radi. То есть hamma narsa odamlarni yashashini udobniy qilish uchun. Давай endi konsertimizga kelamiz. O'sha chinaki xayolim ketdi men. Mashina hozir sizlarga eksklyuziv video qo'yib beradi. Qo'yib yuborasan deb o'rtasiga. Nima qiladim? Konsertdan hozir eksklyuziv video qo'yib beradi. Ko'ringlar, hozir o'sha bo'ladi. Qachon bundoq qilamiz? Ko'rib turganingizdek, har bitta kadrga hammasi qarab, ko'zi prям kamerasida bo'lgan. Что я очень завидую. Вообще, lekin zo'r. Вообще yaxshi joyga turganman, можно сказать. Joyim juda zo'r bo'lgan. Просто men bu основной scena bor, и островок bor. Ular островokda bunaqa go'lat qiladi baribir. Men 18 VIP ola olmaganim uchun orqa-roqda turaman-ku fantaziga. 18 VIP biologiya borgan paytda men островokka kelganman. Men наоборот biologiya kelganman. Chunki memberlar u yoqda ashula aytib tansivat qilgandan keyin baribir biologiya keladi. Yana qaysidir ashulalarni aytgani, hammaga qo'lini ko'tarib, hay qilib, anaqa qilib chiqishadi. Interaktiv bo'ladigan joy островokda o'zi. O'sha joy keladi. Men o'sha joyga turib olganman. Asosiy pravilo даже VIP olasizlarmi, VIP olmaysizlarmi, главное перилani yonida turish. Любой перилani yonida turish. Yoningizdan shunday o'tib ketish mumkin. Так что да. Shunaqa. Хорошо, вот shu konsert vaqtida keldi. Ertalab turding, nechida ketding? Qanaqa obraz qilding? Nimaga o'xshatding? Misol, сравнение ketadi bizda. Men вообще to'g'risi uxlamadim birinchi kun. Я реально не spала. Men sizlar uchun video qilganman, который вообще nичего не набрал. Vlogga yasab o'tirganman. Ko'ringlar boshqatdan. Как вам не стыдно? Bildim, to'g'ri hech kimga qiziqmasa vloglarim. Xafa bo'lib keyin o'tirib mayli. Короче, ertalab soat 6-5 dan men уже собираться qilishga boshlaganman. Ну, я там у меня прическа была, там такая макияж qilib, obraz qilgunimcha, birinchi raqam J-Hope obrazi bo'lgan. J-Hope qanaqa kiyingan bo'lsa, qaysi konsertda shunaqa obraz qilganman. Где-то keyin 9larda chiqib ketganman-da. Chiqib завтрак qilganman. O'shanda 200 baht to'ladim завтракка. 200 baht to'ladim завтрак o'zida. Шведский стол, да, отдельный olsang shunaqa ekan, без anaqa. И вот, keyin bitta shu birinchi kun shu завтрак qildim, ovqatlandim. Men o'z har doim taksi olsam, mototsiklga olardim taksi. Всегда asolida. Mototsikl olmadim. Voy, boshda qo'rqar ekansan, keyin вообще нормально. Men bilsam qachon olib qoldim. Когда J-Hope yoniga aeroportga, kстати, aeroportga bormadinglar-sa? Chiqqanini ko'rmadingmi? Aeroportga bormadingmi? Men unaqa emasman. Talpa bo'ladigan joyga boradigan odam emasman. Chunki aeroportga kelsa men unaqa talpa bo'ladi-yu fanatlar bilan. Lekin J-Hope unaqa talpa bo'lmadi.
самом деле. Hech kim bunaqa men endi ulgurmadim, конечно. Но я просто, знаете, bu соседство deydi. Соседство men uchun тогда shu толпа слишком chiqib ketib ularga yopishsa. Вот тогда это вообще плохо. Соседство, когда anaqa har Birga ketib, har doim birga. kuzatib yurishdi. Ular orqasidan nabot stalkerство deydi. Нет, да, unaqa emas. A aeroportda men xohlagandim ko'rishga, nimaga chesa, чтобы просто увидеть. Не только толпиться, прям tiqilib, qanday qilib emasda. Чисто просто ko'rish uchun, потому что bab asli chiqqani, bab ular ham ajda chiqilishadi, что hozir fanatlar chiqsa, fanatlar bo'ladi. По-любому. Tasavvur qilsan, qo'tarsan-da, ради твоего уважения hech kim yo'q-da. Ну, это тоже обидно одновременно. Agar fanatlar o'zini ushlab, ana как deyotgandek, розовый anaqa qilib, там fioletoviy narsalar qilib, короче, endi ushlab turib, chetda turishsa, unga yopishmasdan, тогда ular xursand bo'lishadi. A так, да. Ну, давка bo'ladi. Davka bo'ladi. Что davkani ishda qolib ketaman qayerdadir. Xo'p, вообще davka, либо men ulgurmadim shu davkani ko'rishga, либо lekin men birortaning videosidan ko'rdim, davka bo'lgani yo'q. Hamma o'zini bilib joyida turdi. U просто o'tib ketdi, lekin taytni o'tamlik ruslar bo'lgan, boshqasi bo'lgan, no. Tayvanda unaqa muammolar kam. Faqat shu Koreyada ko'p bo'ladi, o'zini Koreyasida, Xitoyda ko'p bo'ladi shunaqa narsa. Bo'ldi. Qolgan shaharlarga borsa unaqa davkalar bo'lmaydi deb o'ylayman. Хорошо, qaytaylik orqaga. Birinchi kun konsertda nechida turding-u, nechida chiqib ketding-u, nechida arenaga kelding? Sen Impact Arenada bo'lding? Impactda bo'ldim. Impact Arena, men ham Impact Arenada bo'lganman. Nima bo'ldi o'sha? Nechaga kelding-u, podarkalar olding bilaman. Men ham podarkalar olganman. Qanaqa qilib olding? O'zing ham qildingmi, berdingmi, fanatlar bilan gaplashdingmi? Mana paketik, желанный paketik, mendan kamroq olibsan. Hozir Mana to'la bo'lganda. hozir nechta olganini проверять qilamiz ama. Ertalab nechida turdim? 7da turdim. Почти-da. Men ham 6da turgan bo'lsam. Ma'qul bo'lgan. 6dan, 7dan qachondir turdim. Yuvinib сразу biz завтрак uchamiz birinchi. Завтракка tushdim. Завтрак qilganimdan keyin shuni завтракdan tepaga chiqdim. Уже kiyinishni boshladim. Meni obrazim In Your Fantasy anaqasi bo'ldi-ku, turi. Ularning turini anaqasi qora bilan qizil. Jehobda ham qora bilan qizil bo'lgan. Menda kechqurun qora bilan qizil bo'lgan. Sochim birinchi kun oq bo'lganda, ikkinchi kun qizil bo'lgan. Biz kechqurun o'tirganmiz, anaqa qilib, qo'shnidoshim bilan u ham barchach qilib, sochim ichida, хотя обещать qiluvdi, что menga bo'yab qo'yadi sochimni, xo'p dedi. Keyin oxiri chaqirib chiqib, "Если не хочешь, я сама", dedim. Уже anaqa 11da boshlanish kerak edi. Tik-tik. 11da? Men ham 11ga yetib kelganman. Qo'limizga mana kesib olganman. O'shanasan, mamamiz olinmaganna, вот это я kesib olganman. Mana qo'limizga taqib qo'yish kerak edi ular. Voy, sizda boshqacha bo'lgan ekan-a? Special for you. Masha lekin. Mana sahnaga chiqqanda bizda qog'ozli bo'lgan, видишь? Tepada qog'ozli bo'lgan. Uni ham yertish bir azob. Uni yert bo'lmadi, uni qilib tammasini qilib olgan. Buni yana qo'limga zo'r ekan, kashasi yaxshiroq. Bitta urgan, voshi chiqmadi mana keyin. Mana haligacha qattim turibdi mana. Shuni soat 11da ochida turdik, tiketingga ham ochida turdik. Sizlarga kartochka berishdimi? Bizga kartochka berishdi yana. Yo'q, kartochka bermadi. Bizga karta berdi, bizga ko'rmoqdim, karta bo'lganda bizda xuddi ana plastikoviy karta bo'lgan, shunaqa bo'lgan. Shu bizga sovg'a berishdi. Endi sizlar ipsizlar, endi, конечно. Bizda ham sovg'a berishgan diplar uchun. Lekin fignya sovg'a bo'lgan deyshadi. Bangkokda har doim fignya sovg'a. Bizga qanaqa berishdi? Termos. Bizga mana termos bilan mana bunaqa berishdi. Termos optimalniy. Termos qolib ketibdi-da. Esdan chiqib mana. Bitta karta. Вообще классная карта. Lekin да, mana beribdi-yu senga. Ну просто уже с изображением. Вот. Buni men alishtirib olganman. Menga boshqa member tushgan edi. Hada. Bizga kelishdi. Bizda shu chista J-Hop turgan, menda qo'shtardim, lekin olish qiyin hozir ichida. Unaqa berishgan edi. Xuddi shunaqa-da. Anaqada ham Koreyada ham Etsy borganimda karta berishgan. Oldida tur Etsy tur deb yozilgan balobatlar, orqasida esa mana daniylarim. Men вообще bir kun oldin bilet olib ketdim.
Sizlar bir kun oldin bilet olib ketdinglar. chunki biza bildik da ruslardan uni opitnilar bor-ku. Men o'zi ruslarni nima gapirsa ruslar o'shani qilardimda, chunki men ruslar bilan borganman-ku. Ular aytishdi, что лучше bir kun oldin borib olishga olgan yaxshi, chunki chekishini odam ko'p bo'ladi, толпа, issiq, yana problem yana o'chib turadi. Короче, biz bir kun oldin borib kelganmiz. Bizda tiketing o'sha kuni ochildi. Yo'q, lekin undan oldin bo'ladi. Yo'q, bo'lmadi. Biz borib keldik undan oldin kun. Men просто arena ko'rishga borib keldim. Yo'q edi. O'sha kuni ochiladi. Bizda anaqa pravila shunaqada. Bitta vaqt qo'ydimi, o'sha vaqtda. Oldin bora olmaysan, hech nima ola olmaysan. Biz o'sha kuni bordik. Ну, qizlar mana bu shopimda Rossiyadan qizlar bor edi. Ular ochirda turgan edi. Menga ham ochirda qo'shgan edi. Ularning orqasidan turib olganman keyin. Mana yoniga borib prosta turib olganman. Ular sal vaqtliroq borgan. Men kechroq borganim uchun keyin ular bilan turib olganman. Keyin merch sotishgan. Bu yoq tarafda merch sotishgan. U merch olishing uchun birinchi bilet olishing kerak. Tushunmayman, nimaga merchga hamma goняться qiladi, если pop-up есть. Shu pop-up deb bor narsa o'sha yerda ham sotiladi. Pop-up yo'q edi. Bizda pop-up bo'lib, nima pop-upda bo'lsa, u yerda ham xuddi shuni sotadi. Nimaga turaman dedim. Yo'srada удобный bo'lgandi, что pop-up ham bo'lgan. A bizda pop-up emas, bitta merch sotadigan joy bor edi. O'sha yerga hamma goняться qilgan, odam ko'p. Menga to'g'risi u yoqdan hech nima kerak emas edi. Da. No, anaqa bitta qizdan anaqa karta bo'ladi-yu, pek karta, o'shanaqa olib berganman. O'zi ochib turganda keyin olib bergan menga anaqasini. Yugurib ketishganda, men bilet olgan, u yoqqa yugurgan. 11 da men bilet oldim, men spokойно o'tirdim keyin. 50 ta freebis qilib borgandim. Tayyorlab borgandim, har xil kartochkalar solib, anaqa 50 ta o'sha yerda ochib turganlarga tarqatib tashladim. 50 ta odamga. Keyin qanaqa qilding? Yo'qmi sani anaqasi qolmagan? Anaqasi qolmaganda, men просто paketik, красивый paketikka lomo karta solganman. Keyin anaqa Konfet. Yo'q, konfet solmadim. Игрушечкаlar solganman, har xil. Menda mamchi ko'rgandingmi? Ko'rgandim. O'shanacha hamma gapiribdi boru, gruppada ruslar bilan gruppada sotsial qilaman. Hamma yo'rotadi, nimalar qilganini, nimalar podarklarga men yuborsam keyin hamma baba dedi. Keyin ruslarga ham, boshqalarga ham berib chiqsam, ruslar, "Ay, это ты сделала!" deydi. "Это же твой было", deydi. Lekin bilgan, qanaqadir O'zbekistonni ko'tarish uchun что-то придумывал, nimadir o'ylab topib, чтобы там doppler bilan bo'lish uchun. Men ham qilmoqchi edim, что-то необычное anaqa svoy anaqalar qildirmoqchi edim, chunki meni shopimni o'zini bitta qiz menga vizitka chizib berganda. 8 xil vizitkam spetsialni chizdirganman men o'sha narsani. Xuddi vizitkam ustidagi qilib kartochka qilmoqchi edim hammaga. U aytiz bilan birga bo'ldi o'sha narsa. No, anaqa vaqtim yetmagan o'zimni bu narsani qilishga. Keyin men xohlaydigan narsani tipografiya qilib bera olmagan bizani O'zbekistonda. Uni Rossiyadan zakaz qilishim kerak bo'lgan, vaqtim yetmagan bu narsaga. Men ham hammasini Xitoydan zakaz qilganman. Men ham Xitoydan zakaz qildim. No, bu tipografiyani ishi. Meni zakazim bor edi, spetsialni bilan zakazim bor edi, bu narsani bizada qilib berish olmagan, keyin vaqtim ham yetmagan, qildira olmaganman. O'cha aytsam. Aynan. Keyin nima qilding? Menda ham shunaqa payt bo'lganki, hech balo qilmayman, nima qilishni bilmayman. Prosta o'tirganman, kutib, nimadir. Biz ham kutib o'tirdik. O'tirdik. Ha, o'sha yerda nimadirlar zakaz qilib, suv ichib, anaqa qilib o'tirdik. Ovqatlanib o'tirishdi, chunki tanishlarim rosa ham ko'p edi u yoqda. Da, yaxshi-da. Menda kamid tanish yo'qdan. Kim любой rus ko'rib qolsam, shular bilan ketaverardi. Bitta Natasha degan qiz bor edi O'zbekistonda ular. Bitta Natasha degan qiz ham borgan ekan u yoqqa. Ularni O'zbekistonga ketishdan oldin tanishib olgandim. Ular bilan birga bordik. Keyin bitta otelga ham tushgan ekanmiz. Keyin ruslar o'sha rossiyaliklar bilan ham ulardan oldin konsert oldin gaplashgandik, u yerda ko'rishib, hammamiz anaqa qilib yurdik. Keyin hamma qarasam freebis tarqatish boshlandi. Hammada freebis mashina sovg'a ochiladi. Da. Keting sanam. Menga beringlar. Keyin turadi, beringlar menga. Yo, birinchi yalda, что anaqa qilishdan hamma bir xil o'zi kelib berib ketdi. No, qo'limga berib ketishdi. Masalan, bir xil so'raydi. Biasing kim deydi. Biasing kim deydi. Masalan, sen bittalik sologa borgan bo'lsang, faqat joy hop anaqalar bo'lgan. A bizada 8 ta odam hammasini berib o'rishgan, bitsangiz bilan o'ylab qo'ying, berib o'rishgan. Yo, имею в виду
bitta odam konsertiga borgansiz demoqchimanda. Bitta Solo odamniki, konsertga да, borgansiz. но армияда bo'lganda. Biz у нас ты же понимаешь, что bizada yo'q unaqa, чтобы kimdir вот J-Hope отдельный fandomi bor, shularni отдельный fandomi bor, unaqa emas. Hamma любой armiya boraveradi, farqi yo'q. Men ham kartochkalar podarkalar berganim mana shu любой BTS memberni kartochka, yo'q J-Hope yo'q, hammaniki yo'q, J-Hope o'zinikida. J-Hope o'ziniki. Ko'pincha J-Hope o'ziniki bo'lganda. Sen anaqaga bormadingmi? Biz misol uchun yaxshi ruslardan men o'zi bilib oldim. Tam laynerlarga borib, armiya partiya qilganmiz tam ruslar bilan. Laynerga o'xshagan. Partiyaga bormadim, lekinmi? Borish kerak. Chunki bilmadim, o'zim o'zga krugim bor edi, mana shu Natasha, keyin bitta qiz bor edi men bilan birga. O'zimiz 4 ta bo'lib, bu joylarga borishimiz kerak bo'lsa borib, shunaqa qilib yurdik, lekin bilmadim, yig'ilib kim bilandir bormadim. Chunki bilmadim, o'zim planim bor edi men. Да, план был. O'zim boradigan joylarim bor edi. Если что, следующий раз лайнер пойди, там очень красиво вообще. Yo'q, men laynerda ham diqqat qildim. Diqqat qilding? Ha, anaqa hamma bitta to'lab kirasanda, hamma ovqatlar tekin bo'ladi va shunaqa joy bor. O'sha laynerda aylantirib. Da, mana o'shada. Bizda просто hammasi kepa bo'lib ketdi-da. Ashulapasdan keyin. Yana armiyalar ko'pmi? Yana Sasha Kulich ko'rib qo'yganman. Bu yosh qo'ygan blogim kim? Unga Stray Kids yosh qo'yadi. Zo'r deb, конечно, menda не Stray Kids, но так. Keyin anaqa bir video chiqazdi-da. Mana shu men yosh qo'ygan artim Jackson 1 anaqasiga filmiga tushib qolgan ekan-da. Shu haqida gapirayotgan kommentariy yozdim Instagramda. Я та девочка, которая вам подарила. Такие, да, помню. Shunaqa zo'r. Men o'zga shunaqa blogerlar bo'lsa-da, ko'proq-da. Men shunaqa blogerlardan ko'proq o'rin olaman. Chem qayoqda burni ko'tarilgandan emas. Понимаешь? Нет, не понимаешь? Понимаю. Bu anaqa skandal ham bo'ldi. Shu freebis berish boshlashgan, hammasi birinchi uyalib turdim men. Keyin qarasam, o'shaga unaqa yerga o'tirib olishgan odamlar, unaqa tarqatib o'tiribdi hammaga. Keyin oldiga borib, nima qilishni boshladim men. Keyin biyasim so'rashdi. Kimni biyas, kim anaqa qilasan? Keyin shu menga hammada menga narsalarni berishdi. Bir xillarda faqat bir xil narsa bor edi. Bir xillar biyas so'raydi, bir xillarda hech nima qanaqadir определенный memberlar qilganda, ладно, beraverdim men. Keyin menga farqi yo'dirdim. Keyin hammada yig'ib chiqdim, men sal oxirroqda boshladim, shuning uchun kam bo'lib qoldi. No, вообще ko'p. Nima 2 kun bo'lgan menda shunga. Ha, senda 2 kun ham bo'lgan. Bizda 1 kun edi o'sha. Lekin men kecha kunda вообще soat 4dami kelganman. Потому что men o'tirgan joyi konsert 6da boshlansa, ovqatlanishga ulgurganman-da. Keyin 1-2 ta oldim, men keyin tarqab chiqdim, bыстро ruku tarqab chiqdim. 50 ta, yana 50 ta qilganman-da. Lekin unaqa kam oldim. Почти olmadim ham ikkinchi kunda, потому что kech keldim. Так что podarka olmoqchi bo'lsanglar, vaqtliroq kelinglar. Da, podarka olmoqchi bo'lsanglar, rostdan vaqtliroq kelinglar. Chunki tiketing bo'lib, hamma o'zini biletini olgandan keyin sразу tarqatish boshlaydi. Sovg'ani tarqatish boshlaydi. O'sha kechgacha masalan o'tiradigan joy bo'lsa, просто nima desam bo'ladi, agar birinchi konsertinglar bo'lsa, shu narsani his qilish uchun ham agar sizda o'tiradigan joy bo'lsa ham farqi yo'q. Hamma bilan birga boringlar, 11 gacha, keyin biletinglarni olib boringlar mana shu atmosferani his qilib yuringlar. Men ham qarasang bo'ladi shu sanoat. Biz короче 3 gacha ana qildik, 3 gacha kutdik. Nima shunaqa yig'ib, nima desam bo'ladi, 3 kechamchi zerikib ketganim yo'q. Chunki o'ta birinchi konsert baribir o'zingni atmosfera bo'ladi, har xil unaqa. Hamma yoningdagi hamma odam bitta guruhni eshitadi sen bilan birga. Mana shu narsa seni prям anaqa qiladi. Masalan, bizda ham hozir ATZ ishlatgan juda ham ko'payib ketdi. O'zbekistonda juda hamma biladi ularni. Stray Kids oldin o'zi bilishardi. ATZ kim edi deb anaqa qilishardi. Ana hozir ishlatgan odam ko'paydi. Populyarность anaqa qilindi. Но все равно bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Gapimiz, so'zimiz odamlar bilan haligacha shunaqa narsalarni, kim u, nima eshitasan, nima kerak senga, shunaqa narsa. Lekin именно shu joyga borganimdan keyin mana hamma odam, окружениямdagi hamma odam bitta guruhni eshitadi, to'g'rimi? То, что kartochka yig'ishim, ularni eshitishim, albomini yig'ishim ular uchun jinnilik emas. Ular uchun bu narsa
da men ham yig'aman bilasanmi? Mani mamna qildim. Ammo qildim. Sen zakaz qildingmi? Men zakaz qildim. Прям anaqa o'zingni tarelkangdek his qilasan. Просто o'zingni. Что sen qilayotgan ishlar Normalniy emas. Normalniy. Biz kutdik. Menga o'sha kuni soat 3da уже anaqasi, 3da bizani har bitta masalan nomerimiz bor edi biletda o'zimizni. Даже VIP-larning ham nomeri bor edi. Hamma VIP nomer bo'yicha bunaqa joychalarga turg'izib qo'yishdi. Да, bizlar shunaqa qilishgan. Так что men birinchi kelsam, значит men birinchi kiraman deyish yo'q. Вот nechini men 524 bo'lganman. 524-minchi 524 o'tirasizlar. Qani nechinchi yil? 1000-necha. No VIP. Hozir ko'rasizlar videoni qancha yaqin turganimni. Chunki men juda yaqin turganman. Да, lekin shu suri bo'lish kerak. Men chiqib dildan orqasida turib qo'yganman-da. Shu suri bo'lish kerak. Tam перилиga turib baribir harakat qilish kerak kirgandan keyin. Govdali qiz bor edi. Ana высокий edi, yana govdali edi. O'shani orqasida turib qolganman. Meni прям didimni buzib turgan. Lekin soundcheckdan keyin hamma o'tirgan, yerga o'tirgan payti hamma turgan payti o'sha qizdan bitta oldinga o'tib olganman men, чтобы ana qilmaslik. Keyin hamma men bilan bo'y bir xilla bitta liniyada turganmiz. Menga udobno bo'lgan. Lekin u qiz soundcheckda turgan payti meni butun obzorimni yopib turgan. Meni ham yopib turgan chunki mashina. Mamam boshim bo'lsa uni mamna qilib. Vosh, o'zi bo'yim baland. Yo'q, mendan ham bo'y baland qo'yadi. Eshitdim, mendan bo'yim baland, mendan ham baland bo'lgan. Endi xo'shlikni qilganimni o'ylayman. O'shan konsertga borsanglar ham unaqa xo'shlik, unaqa narsalar qilmanglar. Spesialni sochinglarni yoyganinglar ham xato. Во-первых, isib ketasizlar, во-вторых, tegib tashishadi. Да. И плюс bekorga menga padaка berishganda даже kartochka bilan rezinочка bo'lgan. Настолько продумано. Rezinka hammaga, berib padaка qilib berib chiqishgan, чтобы sochingni yig'ib ol, o'zing ham qilat qilmasin, boshqalarga ham qilat qilmasin deganda, men o'sha shokda bo'lganman. Настолько продумано. Salfetkali berishgan, salfetkalar bilan что угодно-da, suv berishgan hamma sharaja tam, suvmi? Qish yo'q. Там настолько nima deydi, продумано, industriya вообще kompot berishgan. Bizani kompotimiz yo'q вообще. Men qo'rqmay churgan ekanman. Chanqaganimda haqiqatan suvligini haqiqatan chanqaganimda. И плюс to'lka kirib chiqinglar. Kirishdan oldin bip bo'ladi, bip bo'lmaydi, to'lka kirib chiqinglar, чтобы keyin sigilib qistamasa. Потом keyin joylar жопу поднялмайsiz потерял. Да, u chiqib ketsan chiqib olmaydi ekan. Kirgizmaydi. Birinchi bo'lib har bitta konsertga borishdan oldin konsertni etiketini o'rganamiz. Da, etiket. Qanaqa o'zini odam tutish kerak, nima mumkin, nima mumkin emas. Lastik mana qaranglar. Mana shu urovenda ko'tariladi. Mana shu urovenda ko'tariladi. Boshdan baland ko'tarilmaydi. Mana shu. Da, mumkin emas. Qachonki artistlarning o'zi lastiklarni ko'tariladigan payti biz mana bunaqa ko'tarishimiz mumkin. Undan anaqa mana shunday ko'taringlar, boshdan tepaga ko'tarmanglar, chunki sizlarning orqangizda agar turgan bo'lsanglar, sizlarning orqangizda boshqa odam bor. Ularni obzorini sizlar bekitib qo'yishga haqqingiz yo'q. Snimat qilayotganinglarda ham вот так мы снимаем. Мы снимаем вот так. Не вот так, не вот так, не вот так, не вот так, не вот так. Men оправданием бор в свою очередь. Что я так снимала, потому что дыла стояла, поэтому иloji всё. И плюс у меня плакатом, сам плакат qilganman. Plakat qilmaganman. Bizning qo'limizda mana plakat Pul beruvdi. Bergan plakat. Plakat bundoq ko'tarilmaydi. Qachon o'sha sizlarni plakatinglarga bog'liq odam yoninglarga kelsa, astrobobka, bundoq qilib ko'tarsanglar, qaranglar. Mana bundoq ko'tarsanglar ko'radi shu narsani. Sizlarni ko'radi. Bundoq ko'tarishadi, o'sha plakatni bundoq ko'rsatsanglar ham ko'radi. Spesialni o'qigani keladi bu narsani. Bundoq ko'taringlar, iltimos. Bundoq ko'tarib orqadagi mana men snimat qilaman, mana to'g'ri, mana orqada kimdir snimat qiladi, kimdir ko'taradi. Men shunday ko'tarsa, mana yuzim anaqasida o'sha meni obzorimni bu odam buzdi. Chunki shunaqa ko'p narsa bo'lgan, mana shunday qilib yonimda, oldimda turgan odam mana shunday qilib telefonimni prям ko'tarib turgan joyimda kameramni to'sib tashlagan vaqtlari ham bo'ldi shu narsa. To'g'ri, bu hammani haq-huquqi deyishinglar mumkin, hammamiz pul to'laganmiz deyishinglar mumkin, men ham pul to'laganman. Eng qizig'i, men snimat qilaman, men ham pul to'laganman. Bu degani birovni momentini sizlar olib qo'yishinglarga haqqinglar yo'q.
o'zinglar momentinglarni yaratinglar etiket bo'yicha. Marjinga o'xshab avuchga pakat qilganman. De? Pakat paytimda. Axirida kelib tushirdik, olib qo'ygan. Ha, shunaqa. Men bilmaganman-da, shunaqa kishina qilish kerak. To'y bo'lsin hajabida. Avuchga qilganim plus kottami, plus orqadamanmi? So'nggi tug'ilgan kunidan bir kun keyin borganmiz. 3-aprel so'nggi tug'ilgan kuni bo'lsa, biz 4-aprel kuni konsert bo'lgan. So'nggi tug'ilgan kuni. Registratsiya sengirik Ular artistlarni o'zi oxirida bizlar bilan rasmga tushayotgan paytda aytadi. Posteringlar tepa ko'taringlar degan payti hamma ko'targan. Bu normalniy. Keyin bizda oxirida so'rashgan artistlar o'zi lastiklarni yoqinglar deb pastga tepa ko'taringlar. Вот biz shunaqa qilganmiz. Lekin undan oldin hech kimga xabar bermanglar, iltimos mana ko'tarish shunaqasi. Sizlar lastiklarni ular ko'radi. Qo'yma. Lastiklarni ko'radi ular, по-любому mana. Yoqsanglar ham ko'radi. Sen ham bluetoothlaymi? Men ham bluetooth. Yangisida ikkitagina knopka ekan. Elastik. Biz ham bluetooth pastga tushiramiz, men bluetoothmada. Net. Biz tepaga qilganmiz, o'tingmini. Tepaga endi tepaga bundoq qilganmiz, bluetoothni ham emas, yo'q. Shuni qilganmiz. O'zi ulanib ketavergan. Biz ham o'zlarini. Men просто приложениеsi bor, Lightning degan. Вот, bizda приложение ishlatmaganmiz. Просто tepaga aytganda, instruksiyada ekranda katta qilib anaqani tepaga ko'tar degan. Hamma ko'targanda keyin ulanib ketaveradi. Bizda даже приложение ham kerak emas. Men ham bu приложение kerak emas. Bizda приложение bor edi, bilmadim. Bizda ham bor приложение, no. Okey. Tak. Вот. Shuning uchun mana shu etiketni o'rganib boringlar iltimos. Xo'p, mayli, qara. Endi takoy savol. Konsert ko'rding, konsertdan chiqding, ekranda bo'ladi qanaqa konsert o'tgani. Ну, konsertda o'tdi, senga qarashdi, qilishdi, tam nima yomon narsa bo'lgandi. Shu mashta dildidan tashqari. Menga 80s gruppani o'zida hech qanaqa kamchilik ko'rmadim. Shunday fanatlik bor. Chunki fanatlar haqida gapirmasam, iltimos. Chunki shunaqa narsalar mana zakadrovoy anaqamga gaplar tushib qolgan. Ruslar bilan turganman. Yo'q, nima degan? Har xil gap, hozir aytmayman u gaplarni. Yomonlashganmi? Hech yomonlashmagan, har xil gap qilishgan. Baqir. Ha, keyin fanatlardan qilgan gruppada kamchilik ko'rmayman, chunki ular har doim menga shuni yoqadi. Bor anaqasini berib, bizga anaqa qilishadi. Keyin nima desam bo'ladi? Har bittasi mana o'zim представить qilganimdek. Shu anaqalar hech qanaqa imijini buzmadi. O'sha Hech kim yiqilmadi. Hech kim yiqilmadi. Xudoga shukr, hech kim yiqilmadi, chunki men kimdir yiqilsa, yo'q, iltimos deb turaman. Anaqacha o'tib chiqding-da konsertdan. Sen ham shunaqa momon kutding, который taksi ololmayapsan, taksi tutolmayapsan. 2 soat qolib ketding. Yomg'ir tegdi. Yo'q, men konsertdan nima qilganman? Impactdan chiqqanman. Impactdan chiqqanimdan keyin bitta gostinitsa bor. Ozgina yurishing kerak yo'q. Shunda bir kun qolgansan-da. Yo'q. O'sha yergacha yurib, o'sha gostinitsa yoniga taksi chiqib ketganman. No, lekin taksini 15 minut kutdim. Kelishi. Chunki Biz 2 soat qolib ketganmiz taksi topolmay. Taksi topolmaganimizda даже mototsikl yo'qdi. Oxiri 4 ta odam topib, bittasi rus, ikkinchisi Rossiyadan. O'sha soat 5 ta anaqa bo'lsa, boshlangan tukadi soundcheck, keyin 7gacha kuching kerak. Shuncha payt oyoqda turgansan. Soundcheck 7danmi? Yo'q, 5 ta tukadi soundcheck. 3 dan konsert. Yo'q. Soat 5 ta boshlanib, 5 ta 15 tarada o'tdi. 3 ta. 1 da kirib ketishgan. Replada 3 ta boshlangan soundcheck. 4 da keyin anaqa kirishni boshlashdi V1larni. 6da kirdik где-то 2 soat kutib, 6da kirdik, 7gacha kutganmiz deb. Soat 3da men bu joychalar kelish boshladik, laynga turishga. Soat 4da bizani arenaga olib kirishdi, yana 1 soat kutdik yo'qda. Soat 5da soundcheck boshlandi, 15 minut bo'ldi, keyin konsertgacha 2 soat kutish kerak edi. Shu kutish anaqasida odamlarni tiqib tashagan ular. Rosa ko'p odam olgan. Hamma talpitsa qilib turibdi-ku. O'tirishingga yerga joy yo'q. Faqat oyog'ingga turishingga joy bor edi, o'tirishga joy yo'q edi. Shu problema bo'ldi. Yo'q, qilishmaydi. O'tirsang bo'lardi. O'tirishga joy yo'q yerda. Odamlar emas, ustunchiklar qilib qo'yishmaydi. Men hayron bo'laman. Ko'proq sotishadi, ko'proq odam kira oladi.
suv bo'lganda. Короче, shu organizatsiya menga yoqmadi. A так hamma narsa. Так что вот, имейте в виду, konsertdan boshlidan oldin har doim planirovka kerak. Mana plan bilan har bitta расходimni yozib chiqaman. Hamma narsani yozib chiqaman. Men yana bilmagan narsam bu, akasma cheklarni o'zi yig'ib yurganman, esalik qilaman deb. Akasma aeroportda keyin chek bersang, senga налоговыйni procentlarni qaytarib beradi. Beradi. Men bilmaganman. Lekin cheklarim bor. Chek o'zini qilmaysan uni. Uni anaqa qilasan, pasporting bor-ku, pasportingni anaqa qilasan, tax free deysan ularga, o'zi tushunadi tax free nimaligini. Tax free qilmoqchiman deysan-da, o'sha taxlarni o'ziga. Keyin ular so'raydi, hozir senga qaytarib beraylikmi summani yoki aeroportda qaytarasanmi deydi, senga mana bunaqa katta qog'oz beradi. Uni kelishdan oldin qilish kerakmi? Olding, nimadir sotib olding, to'g'rimi? Ko'p pulli narsa sotib olding, masalan 2000 baht, 3000 bahtli narsa sotib olding, ularga tax free qilmoqchiman deysan. Chunki ular seni tax free обязаны qaytarib berishga. Keyin pasportingni so'rashadi. Pasporting bo'yicha hamma danlarni yozib, pechat qo'yib berishadi. Chek emasmi? Chek emas, chek bilan qila olmaysan bu narsani. Chek o'zi yetmaydi. Ular seni chekingga ham prikrebit qilib berish kerak. Qog'oz bo'ladi. Tax free qog'oz bo'ladi. Bitta 7-Eleven'ga kirsam tax free deymi? 7-Eleven'da tax free bermaydi. Men izla. Ovqatlanadigan joylarda bermaydi. Produktov joylarda bermaydi. Agar kiyimlar olsang, masalan, qimmatroq narsalar olsang, qanaqadir kattaroq suvenirlar olsang, nimadirlar ko'p summali narsalar olsang, menga masalan kosmetika ko'p olganman, kosmetik magazinlarda qilib berishgan. Yoki men pop-upga borgan paytda o'sha paytda ham qilib berish kerak edi ular senga. Ko'p summali narsa olganing uchun tax free deysan, o'sha tax free hamma narsani yozib, senga chek bilan qilib prikrebit qilib berishadi. Buni borganingdan keyin masalan joyda agar tax freeni qaytarib olmasang, aeroportda borganingda anaqa registratsiya qilib kirib ketishingdan oldin tax free joyini topib, qog'ozlar berib, senga o'sha summani qaytarib berishadi. Tursa ham shunaqami? Hamma yoqda shunaqa. Vizde. Ma'lum cheklan berish kerak, просто yurib chek berish kerak просто. So'ra, qayerdandir unaqa narsa olmoqchi bo'lsang, ko'p summali narsa olayotganingda aytgan shu tax free. Esimizga qoladi. Так. Это тебе. Sovg'a kelganing uchun. Серьезно? Я серьезно, тебе. Кейлен, это же от твоего канала? Mana magazinimdan, kosmetik magazinimdan sana uchun подарка. Oh my god, спасибо Kelganing uchun rahmat. Используй. Konsertlarga ketmadingda. Senga Смотрите, qanaqa упаковка. Обзорчик har bitta o'ylagan. Pasmaslik ko'rsataman chatut. Давай, ko'rsin. Romandan men yaxshi ko'radigan tint. Men yaxshi ko'radigan. Bilmayman, labingga tushadimi yo? Ha, tushadi menga. Bu qattan bildi bilmayman. Bu meni romandan yaxshi ko'rishimmi, lekin Bilmayman. Прям угадала. Oh my god. Это для меня масло. Да, типа блески qilib da. Man bu krem прям любовь. Krem emas bu. Maska? Gel maska. Да. Mana shu anaqani Axis anaqalari вообще zo'r, produktlari вообще zo'r. Если что, обращайся, у меня их много. Hamma narsasi bor почти. Keyland anaqasiga mana. Keyland anaqasini topsanglar bo'ladi. Instagramingdan bor, ha? Instagrami bor, Telegrami bor. Podpisatsiya qilib zakaz qilsanglar bo'ladi. Prям Koreyadan olib keladi. Vizitkalari bilan menga bergan. Kстати, да, vizitkasi, если что, keyinchalik ham orqada pechati bor. Bitta pечать, это значит, это покупка deganda endi как бы keyinchalik вдруг, если обратиться qilsang, oxirida я тебе что-то тоже хорошее подарок там, да. Mana, qaranglar. O'zi meni bitta anaqam bor. 2, 3, 4, 5, 6-chisini olayotganimda menga yana подарок beriladi. Как будто я у тебя рекламу беру. O'zi bu anaqa emas, bu чисто. Yo'q, bu подстроено emas. Подстроено emas. Bilmadim. Что bu anaqa men rostdan bilmagandim. Hozir rostdan bilmagandim deyishim fake chiqib qoldimi? Yo'q, lekin bu вообще men bilmagandim rostdan. No, u meni qaranglar, вообще paketlarda. Hammasi Вот o'zgartirib. это servis. Men ko'rdinglarmi, bu Tailanddan o'rganib kelgan. Shunaqa. Koreyadan o'rganib kelgan. Koreyadan o'rganib kelgan bu. Koreyada ichkarisida har doim madrasadan chiqdi, yoniga подарка beradi. Вот anaqa o'shadan o'rgangan. Olifyanga bor. O'sha yerda kosmetik olasan, yoniga yana Menga bu taku. Voy, вот. Anaqa qilsin, da o'zi yaqinsan. Sanxva. O'zi yaqinsan deganimda borasan. Men qanaqa silashni bilasizlarmi buni? Mana, you know.
Da bugun maqtaman, buni yaxshilabsan. Nima qanaqa savolinglar bor yozinglar. Keyingi odam kelib qolsa, unga shunaqa savol beramiz va ko'ramiz. Farqlimiz yana bir borda, уже не SBTS, да, Чехов эйтис, уже kimdir yana там Blackpink keladimi, men уже podkastga qilib qo'ydim. Ладно. Серьезно? Да. Bitta qiz bor. Kesin Kontakt shunaqa olib O'zbekistonga chaqiraylik. Shunaqa balani. Staraymiz, mutaymiz biz aqomiz, faqat sizlar tayyor tursanglar bo'ladi. Hamma kelib fanatlar tayyor tursa. Shu bilan bizning podkastimiz tugadi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like и kommentariyada ham yozinglar, nima savolinglar bor, qanaqa men vdруг o'zinglar borgandir sizlar konsertga va menga Instagramga yozinglar, balki sizlarni ham shunaqa qilib olardirman. Shuning uchun hamma bilan qo'shguncha zartgan o'chib qoldi. Oxiri shuncha gapiramiz. 3 soatdan beri o'tiramiz chunki. Da, 3 soat bo'ldimi? Вроде 3 soat bo'ldi. Вроде 1 soatlik video chiqar ekan. Shu bilan hammaga xayr. Keyingi videolargacha. Пока-пока.